Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. Bank kartasi bor har bir fuqaro, uy, yer, do'kon, dala, hovli yoki boshqa ko'chmas mulk egasi bo'lgan har bir inson yangi tartiblar va nazorat kuchaygani sababli o'z hujjatlarini, pul harakatlarini va mulk bo'yicha majburiyatlarini tekshirish kerak. Bu ma'lumot sizning kartangiz bloklanib qolmasligi, jarimaga tushmasligingiz, mulkingiz bo'yicha kutilmagan muammo chiqmasligi uchun juda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki men oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim tinch bo'lishi mumkin, nima qilish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Oldin ko'pchilik odamlar bank kartasidan oddiy pul o'tkazmalar uchun foydalanardi. Ish haqi tushadi, qarindoshdan pul keladi, bozordan narsa sotiladi, ijara haqi olinadi, xizmat uchun to'lov qabul qilinadi. Ko'chmas mulk egalari ham ko'pincha uyini ijaraga berib, kelishuvni og'zaki qilardi, pulni kartaga olardi. Ba'zan kadastr hujjatlaridagi ma'lumotlar yangilanmay qolardi. Soliq majburiyatlari esa keyinga surilardi. Amalda ko'p narsa norasmiy yurardi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat organlari, banklar, soliq tizimi, kadastr ma'lumotlari, notarial bitimlar va elektron to'lovlar o'rtasidagi bog'liqlik kuchaymoqda. Bu degani pul qayerdan kelgani, nima uchun kelgani, bir oyda qancha kirim bo'lgani, ko'chmas mulk kimga tegishli ekani, u ijaraga berilganmi, sotilganmi, hadya qilinganmi, meros bo'lganmi, bularning hammasi avvalgidan ancha aniqroq ko'rinadi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin masalani yengil qabul qilish ham noto'g'ri. Agar kartangizga muntazam pul tushayotgan bo'lsa, agar siz uy yoki noturar joyni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, agar nomingizda bir nechta mulk bo'lsa, agar qarindoshlar nomiga pul aylantirayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz va tushuntirishlaringiz tayyor bo'lishi kerak. Eng katta xato shuki, odamlar men hech nima qilmaganman, shunchaki pul kelgan deb o'ylaydi. Bank va soliq organlari uchun esa shunchaki pul degan tushuncha har doim ham yetarli izoh bo'lavermaydi. Endi birinchi navbatda bank kartalari haqida gaplashamiz. Bank kartangizga pul tushishi o'zi jinoyat emas, muammo ham emas. Muammo pul tushumlarining mazmuni tushunarsiz bo'lsa, juda ko'p odamdan muntazam ravishda pul kelsa, savdo yoki xizmatga o'xshash faoliyat bo'lsa-yu, lekin rasmiylashtirish bo'lmasa paydo bo'ladi. Masalan, bir ayol uyida pishirib sotadi. Har kuni 20 yoki 30 odamdan kartasiga 30 ming, 50 ming, 100 ming so'mdan pul tushadi. Oy oxirida jami 1 million yoki 12 million so'm kirim bo'ladi. Bu ayol uchun bu oddiy tirikchilik bo'lishi mumkin. Lekin bank tizimi buni muntazam tijoriy tushum deb ko'rishi mumkin. Agar savol berilsa, bu qarindoshlarimdan kelgan pul deyish yetarli bo'lmaydi. Chunki o'tib-o'ta turli odamdan har kuni tushayotgan pul qarindoshlik yordamiga o'xshamaydi. Bunday holatda odam o'zini himoya qilishi uchun faoliyatini qonuniy shaklga keltirishi, masalan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi yoki faoliyat turiga qarab yakka tartibdagi tadbirkorlikni ko'rib chiqishi kerak. Yana bir misol, yigit telefon oldi, sottisi bilan shug'ullanadi. U e'lon saytlariga telefon qo'yadi, xaridorlar pulni kartasiga tashlaydi. Bir oyda 40 million so'm kirim, 68 so'm chiqim bo'ladi. Yigit men foyda qilganim atiga 2 million deydi, lekin tizim avval kirimni ko'radi. Agar hujjat bo'lmasa, telefon qayerdan olingani, kimga sotilgani, qancha foyda qilingani isbotlanmasa, savollar ko'payadi. Shuning uchun pul aylanish bilan foyda bir xil narsa emasligini bilish kerak. Lekin buni tushuntirish uchun hujjat kerak. Endi ko'chmas mulk egalari haqida. Agar siz uyingizni, kvartirangizni, do'koningizni, omboringizni yoki boshqa joyni ijaraga bergan bo'lsangiz, ijara munosabati rasmiylashtirilishi lozim. Oldin ko'p odam ijarachi tanish pulini vaqtida beradi, shartnoma shart emas derdi. Hozir bu yondashuv xavfli, chunki ijarachi har oy kartangizga 2 million, 3 million yoki 5 million so'm tashlasa, bu muntazam daromad sifatida ko'rinadi. Agar shartnoma bo'lmasa, soliq masalasi chiqadi, kelishmovchilik bo'lsa, sudda isbotlash qiyinlashadi. Kommunal qarzlar yoki mulkka zarar yetkazish masalasida ham muammo bo'ladi. Masalan, siz Toshkentda kvartirani oyga 4 million so'mdan ijaraga berdingiz. Bir yil davomida kartangizga 48 million so'm tushdi. Siz buni uyimni vaqtincha berganman deb oddiy holat deb bilasiz. Lekin bu daromad hisoblanadi. Agar ijara shartnomasi tuzilmagan bo'lsa va soliq majburiyati bajarilmagan bo'lsa, keyin birdaniga bir necha oylik yoki bir yillik davr bo'yicha
savollar tug'ilishi mumkin. Eng yomon odamlar muammo chiqqandan keyin hujjat tayyorlamoqchi bo'ladi. Hujjatni muammo chiqqandan keyin emas, pul olish boshlanishidan oldin yoki hech bo'lmasa o'sha paytning o'zida rasmiylashtirish kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, kartasiga ko'p odamdan muntazam pul keladiganlar. Ikkinchidan, ijaradan daromad olayotgan mulk egalari. Uchinchidan, nomida bir nechta uy, do'kon, yer yoki noturar joy bo'lganlar. To'rtinchidan, katta summalarni qarindoshlar kartasi orqali aylantirayotganlar. Beshinchidan, oldi sotdi, xizmat, qurilish, ta'mirlash, yetkazib berish, onlayn savdo, kurs, repetitorlik, kosmetologiya, tikuvchilik, avtomobil ijarasi kabi faoliyatlardan pul olayotganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar kartangizga faqat ish haqi, pensiya, stipendiya, aliment, rasmiy ijtimoiy to'lov yoki yaqin qarindoshlardan vaqti bilan yordam puli tushsa, odatda xavf ancha past bo'ladi. Masalan, o'g'il onasiga oyiga 20 million so'm yuborsa, bu oddiy oilaviy yordam bo'lishi mumkin. Lekin shunda ham izoh aniq bo'lgani yaxshi. To'lov izohiga onamga yordam, qarz qaytarish, ijara to'lovi, xizmat haqi kabi mazmunli yozuvlar kiritish kelajakda tushuntirishni osonlashtiradi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan holatlarga o'tamiz. Eng ko'p uchraydigan xato qarindoshimning kartasidan foydalansam bo'ladi degan fikr. Masalan, tadbirkorlik faoliyati bor, lekin odam o'z kartasiga emas, turmush o'rtog'i, akasi, singlisi yoki onasining kartasiga pul qabul qiladi. U meniki emas, onamning kartasi deb o'ylaydi. Aslida esa savol yanada murakkablashadi. Pul kimniki? Tovarni kim sotdi? Xizmatni kim ko'rsatdi? Nega boshqa odamning kartasiga tushdi? Degan savollar paydo bo'ladi. Bu nafaqat soliq, balki bank xavfsizligi nuqtai nazaridan ham shubhali ko'rinishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, katta summadagi qarz oldi berdisi. Do'stingiz sizga 7 million so'm qarz berdi yoki siz do'stingizga 7 million so'm qaytardingiz. Bunday holatda og'zaki kelishuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Hech bo'lmasa oddiy yozma tilxat, qarz shartnomasi, pul qachon berilgani, qachon qaytarilishi, tomonlarning pasport ma'lumotlari bo'lishi kerak. Bank yoki boshqa organ savol bersa, og'zaki kelishganmiz degan javob katta summa uchun zaif javob bo'ladi. Uchinchi holat, mulkni sotishdan tushgan pul. Masalan, siz avtomobil yoki kvartira sotdingiz, pul kartangizga tushdi. Bu yerda eng muhim hujjat oldi sotdi shartnomasi, notarial rasmiylashtirish, to'lovning aynan shu bitimga tegishli ekanini ko'rsatadigan dalillar. Agar 500 million so'm kelib tushsa va sizda bitim hujjati bo'lsa, tushuntirish ancha oson. Agar pul bo'lib turli kartalardan kelgan bo'lsa, izohlar va hujjatlar yanada muhim bo'ladi. To'rtinchi holat. Ko'chmas mulk kadastri va haqiqiy foydalanish o'rtasidagi farq. Ba'zi odamlarning uyida qo'shimcha qurilish bor, lekin kadastrda aks etmagan. Ba'zilar turar joyni do'konga aylantirgan, lekin hujjatda hali turar joy bo'lib turibdi. Ba'zilar yer maydonidan boshqa maqsadda foydalanmoqda. Bular keyinchalik jarima rasmiylashtirishdagi rad javobi, oldi sotdi paytida muammo yoki meros masalasida nizoga sabab bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulk bo'yicha eng kuchli himoya bu hujjatlarning real holatga mos kelishidir. 5-nozik jihat, ijara shartnomasida summa boshqacha, amalda to'lov boshqacha bo'lishi. Masalan, shartnomada oyiga 20 million so'm deb yozilgan, lekin ijarachi kartaga 4 million so'm tashlayapti. Bu holat savol tug'diradi. Agar shartnoma bor bo'lsa ham, undagi ma'lumotlar haqiqatga mos kelmasa, u sizni to'liq himoya qilmaydi. Shartnomada muddat, summa, to'lov tartibi, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit bo'lsa uning miqdori, mulkka zarar yetkazilsa javobgarlik aniq yozilishi kerak. 6-holat. Men kichik pul olyapman, menga tegishli emas degan fikr. Muntazamlik ko'pincha summadan ham muhim bo'lishi mumkin. Masalan, har kuni 20 ming so'mdan 100 ta to'lov tushsa, har biri kichik, lekin umumiy manzara savdo faoliyatiga o'xshaydi. Aksincha, bir marta 20 million so'm kelib, qarz qaytarilgani hujjat bilan tasdiqlansa, bu tushunarli holat bo'lishi mumkin. Demak, faqat summa emas, pul kelishining takroriyligi, manbasi va mazmun ahamiyatli. 7-holat. Bank kartasi bloklanishi. Banklar ayrim operatsiyalar bo'yicha qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Bu har doim ham odam aybdor degani emas. Ba'zan bank mijozdan pul manbasini tushuntirishni, shartnoma, invoice, tilxat, oldi sotdi hujjati, ijara shartnomasi yoki boshqa dalilni so'raydi. Agar odam xotirjam, hujjat bilan javob bersa, masala odatda tezroq hal bo'ladi.
Agar hujjat yo'q bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Karta orqali operatsiyalar cheklanishi yoki boshqa noqulayliklar yuzaga kelishi mumkin. Endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni amaliy ro'yxat sifatida tushuntiraman. Birinchi qadam. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy bank karta aylanmalaringizni ko'rib chiqing. Mobil ilovadan kirib, kimlardan pul kelgan, qaysi summalar muntazam takrorlangan, qaysi tushumlar savdo yoki xizmatga o'xshashini ajrating. Agar har oy bir xil odamdan pul kelsa, bu ijara, qarz qaytarish yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Har birining izohi bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, pul tushumlariga hujjat tayyorlang. Agar qarz bo'lsa, tilxat yoki qarz shartnomasi tuzing. Agar ijara bo'lsa, ijara shartnomasini rasmiylashtiring. Agar xizmat ko'rsatsangiz, faoliyatingizni qonuniy shaklga keltiring. Agar mahsulot sotsangiz, kirim-chiqimni qayd qiling. Xarid va sotuv bo'yicha dalillarni saqlang. Oddiy daftar ham yordam beradi, lekin elektron qayd, chek, shartnoma va rasmiy hujjat kuchliroq bo'ladi. Uchinchi qadam, ko'chmas mulk hujjatlaringizni tekshiring. Kadastr pasporti bormi? Mulk kimning nomida? Maydon to'g'ri ko'rsatilganmi? Qo'shimcha qurilish bor yo'qligi hujjatda aks etganmi? Yer maqsadi to'g'rimi? Kommunal qarzlar yo'qmi? Soliq qarzdorligi bormi? Bularni aniqlang. Buning uchun kadastr organlari, soliq organlarining elektron xizmatlari, davlat xizmatlari markazlari yoki tegishli rasmiy portallar orqali tekshiruv qilish mumkin. To'rtinchi qadam, agar ijarachi bo'lsa, shartnomani kechiktirmang. Shartnomada tomonlarning to'liq ma'lumotlari, obyekt manzili, ijara muddati, oylik to'lov, to'lov kuni, karta raqami, kommunal to'lovlar, depozit, uy jihozlari ro'yxati va nizolarni hal qilish tartibi yozilsin. Uy egasi uchun ham, ijarachi uchun ham bu himoya. Pulni qabul qilayotganda izohga ijara to'lovi, falon oy uchun deb yozdirish yaxshi amaliyot. 5-qadam, qarindoshlar qattiq biznes uchun foydalanmang. Agar sizning faoliyatingiz bor, pul o'zingizning rasmiy hisobingizga yoki faoliyat turiga mos tartibda qabul qilinsin. Aks holda ertaga nafaqatsiz, balki kartasi ishlatilgan qarindoshingiz ham tushuntirish berishiga to'g'ri keladi. Ayniqsa keksa ota-ona nomidagi kartalardan savdo pulini aylantirish juda xavfli amaliyot. 6-qadam. Katta summalar bo'yicha og'zaki kelishuv bilan cheklanib qolmang. 10 million, 20 million. 20 million so'm va undan katta qarzlar, oldindan to'lovlar, zakalat, ulush, shariklik pullar hujjat bilan mustahkamlanishi kerak. Qog'ozda yozilgan oddiy kelishuv ham keyin bu pul nima edi degan savolga javob berishda juda katta yordam beradi. 7-qadam. Bankdan yoki soliq organidan xabar kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Ko'pchilik xatoni shu yerda qiladi. Qo'ng'iroqqa javob bermaydi, xabarni ochmaydi, bankka bormaydi, muddatni o'tkazib yuboradi. Agar sizdan tushuntirish so'ralsa, xotirjam javob bering, hujjatlarni tayyorlang. Kerak bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashing. Vaqtida javob berish ko'pincha muammoni kattalashmasdan to'xtatadi. 8-qadam, barcha to'lov izohlarini tartibga keltiring. Bugundan boshlab kartangizga pul yuborayotgan odamdan izoh yozishni so'rang. Masalan, qarz qaytarish, uy ijarasi, telefon uchun to'lov, xizmat haqi, oilaviy yordam kabi. Bu mayda narsa ko'rinadi. Lekin pul harakatining mazmunini tushuntirishda juda foydali. 9-qadam. Agar faoliyatingiz doimiy daromad keltirayotgan bo'lsa, uni yashirishga emas, to'g'ri rasmiylashtirishga harakat qiling. Chunki hozirgi elektron tizimlar davrida muntazam pul oqimini uzoq vaqtda yashirish qiyinlashib bormoqda. Qonuniy ishlash boshida biroz hujjat, biroz vaqt talab qiladi, lekin keyin bank bilan ham, soliq bilan ham, mijozlar bilan ham ancha xotirjam bo'lasiz. 10-qadam. Mulkni sotish, hadya qilish, meros olish yoki ulush ajratishdan oldin hujjatlarni oldindan tekshirtiring. Notariusga borishdan avval kadastr, soliq qarzi, taqiq, garov, sud nizosi, ro'yxatdan o'tgan shaxslar masalasini tekshirish kerak. Aks holda bitim kuni kelganda muammo chiqib, xaridor ketib qolishi yoki kelishuv buzilishi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Har bir odam o'z vaziyatini alohida baholash kerak. Men umumiy qoidalarni tushuntiryapman. Lekin sizda meros bo'yicha nizo bo'lishi mumkin. Sheriklik biznesi bo'lishi mumkin, chet eldan pul kelishi mumkin. Oilaviy ajrim jarayoni bo'lishi mumkin. Bir nechta mulk bolalar nomida bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda bitta umumiy gap hamma savolga javob bermaydi. Shuning uchun murakkab vaziyatda bank mutaxassisi, soliq maslahatchisi, yurist yoki notarius bilan maslahatlashish foydali. Men oddiy misol bilan yakuniy farqni ko'rsataman. Birinchi odam kvartirasini ijaraga bergan, shartnoma qilgan,
soliq masalasini tartibga solgan. To'lov izohlarini to'g'ri yozdirgan. Kadastr hujjatlari joyida. Uning kartasiga har oy 3 million so'm tushadi. Savol tug'ilsa, u 10 daqiqada hujjat ko'rsatadi. Ikkinchi odam ham aynan shunday 3 million so'm oladi. Lekin shartnoma yo'q, izoh yo'q. Ijarachi boshqa odam nomidan pul tashlaydi. Kommunal qarz yig'ilib qolgan. Ikkalasida summa bir xil, lekin xavf darajasi mutlaqo boshqa. Farq pulda emas, tartibda. Yana bir misol. Bir ayol repetitorlik qiladi. U oyiga 15 nafar o'quvchidan 500 ming so'mdan oladi. Jami 7,5 million so'm. Agar u buni butunlay norasmiy qabul qilib yursa, kelajakda savollar bo'lishi mumkin. Agar u faoliyatini mos tartibda rasmiylashtirsa, to'lovlarni izoh bilan olsa, o'quvchilar ro'yxatini yuritsa, bu daromad tushunarli va himoyalangan ko'rinadi. Bu yerda maqsad odamni ishlamaslikka chaqirish emas, aksincha ishlayotgan odam o'z mehnatini qonuniy himoya qilsin. Demak, bugungi asosiy fikr shuki, bank kartasiga pul tushishi va ko'chmas mulkka egalik qilish endi avvalgidek hech kim ko'rmaydi degan tartibda yurmaydi. Tizimlar bog'lanmoqda, nazorat kuchaymoqda, hujjat va izohning ahamiyati oshmoqda. Kimda hammasi rasmiy, tushunarli va hujjatli bo'lsa, u ancha xotirjam bo'ladi. Kim esa kartasidan biznes pulini aylantirsa, ijara olganini yashirsa, qarz va oldi-sotdini hujjatsiz qilsa, ko'chmas mulk hujjatlarini yangilamasa, ertaga noqulay savollarga duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, kartangizdagi kirimlarni tekshiring. Mulk hujjatlaringizni tartibga keltiring. Ijara va qarzlarni yozma rasmiylashtiring. Katta summalarni izohsiz qabul qilmang. Bank yoki davlat organlaridan kelgan xabarlarga befarq bo'lmang. Bu ishlarni bugun qilish ertaga katta muammoning oldini oladi. Sizda qanday holat bor? Kartangizga muntazam pul tushadimi? Ijaraga bergan uyingiz bormi? Ko'chmas mulk hujjatlarida muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bank kartasi bor va mulk egasi bo'lgan deyarli har bir odamga kerak bo'lishi mumkin.